To'xtang. Aynan ozishga kirishganingizda sizni qiynaydigan eng katta problema, muammolardan bittasi bu suvni ichishingiz bilan hojatxonaga tez yugurishingiz. To'g'rimi? Sizda ham xuddi shu muammo bo'lyaptimi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga suv bizni organizmimiz uchun qanchalik muhim va nima uchun biz suvni ichganimizda nega hojatxonaga tez yuguramiz? Aynan shu haqida ma'lumot beraman. Eng avvalo bitta narsa esingizda bo'lsin. Suv bizni ozdirmaydi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Suv bizni ozishimiz uchun emas, suv bizni salomatligimiz va sog'lig'imiz uchun ichiladi. Masalan, deylik, tasavvur qiling, siz shobodaladingiz, kasal bo'lib qoldingiz. Sog'ayish uchun, tezroq yaxshi bo'lish uchun achchiq bo'lsa ham dori-konlarni majburan olasiz-ku. Xuddi shunaqangi suvni ham biz ozish uchun emas, salomatligimiz va sog'lig'imiz uchun ichamiz. Lekin biz ozish jarayonida suvni yo'lga qo'yganimizda o'z-o'zidan ozishimiz tezlashadi. Nimani hisobiga? Organizmimizda shlak va toksinlarni ketishini hisobiga. Shlak o'zi nima? Ko'pchilikda qiynagan savol. Shlak bu ichaklarimizda har xil balchiqqa o'xshagan narsalar. Yokida tasavvur qiling, shobodalaganimizda burnimizdan suv oqib qoladi-ku, shilimshiq. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Ozish jarayonida suvni ichganimizda aynan mana shu shlaklar tozalanadi. Shuni hisobiga vazn ketishi ham tezlashadi. Ikkinchisi esa bu atyok. Atyokni paydo bo'lishiga 3 ta sabab bor. Birinchisi yegan ovqatlarimizdagi sodda uglevodlar hisobiga. Ikkinchisi esa yegan ovqatlarimizdagi tuzlar buyraklarda yig'ilishni boshlaydi va shuni hisobiga suv yig'iladi. Uchinchi eng muhimi esa kunlik suv normani yo'lga qo'ymaganligingiz hisobiga buyraklar hayotni saqlab qolish uchun, namlikni saqlab qolish uchun o'zida suv zaxira yig'ishni boshlaydi. Xuddiki siz ozishni boshladingiz, och yurganingizda yog' zaxira yig'ishni boshlaydi-ku, ozish o'rniga qaytanga semirasiz. Xuddi shunaqangi. O'sha siz oddiy deb o'ylagan birgina to'g'ri tartibda suvni ichish orqali sizning vazningiz tez ketadi. Agar siz suvni qanaqa tartibda ichishni bilmasangiz, sog'lom ozishni xohlasangiz, u holda 18-oktyabr kuni bizni navbatdagi 21 kunlik yuqori insulin kursimiz boshlanadi. Va mana shu 21 kun ichida siz salomatligingizga umuman zarar yetmagan holatda 10 kilodan 15 kilogacha ozasiz. Shoshiling, bizda joylar soni cheklangan. Hoziroq kommentariyada kurs o'zini yozib qoldiring.